Akalar, 10 sotilik yerimiz chiqib qoldi, qaranglar. Suvni boshida, to'kni boshida bo'lgan 10 sotilik yerimiz. Faktiski bir 10 sotikdan kattaroq, lekin po dokumentim 10 sotikka pul to'laysiz. O'sh oblast, Aravon rayon, Oktyabr uchastkasidamiz. Ya'ni bu Navbahor mahallasi bo'lib qoladi. Eski mahalladan, akalar, bu yoqdan Oktyabr tomonidan ham kelsangiz bo'ladi. Endi sizlarga uyda ishlarini podrobniy ko'rsatamiz. Qup-quruq yer, uyda o'zingiz solsangiz bo'ladi. Bu yoqqa qarab kirib ketamiz. Ko'ryapsizlar akalar, tekkiz yerimiz bog' akalar. Shuni olib qo'ysanglar ham farzandinglar katta bo'lguncha bog'da ishlatib yursanglar bo'laveradi. Ko'ryapsizlar, kamerasi zo'g'a mana meni topdi. Yer shunaqa katta, mana 13 sotiklik chegarasi mana bu joydan boshlanadi. Chegarasi mana bu joydan boshlab, bu yog'i motomonga qarab ketadi. 10 sotik po dokumentim, lekin faktiski olamangiz 13 sotik, 15 sotik. Videoni oxirigacha ko'rdinglar akalar. Endi sizlarga bu uyimizni narxi bilan telefon raqamlarini, prямо egalarini aytib o'tib ketamiz. Telefon raqamlarini yozib oling. 0552 bilan 12 84 15 raqamiga aloqaga chiqing. 12 million deyapti. Mana shu turishini kami bor. Shunaqa reklama xizmatlari kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqing. Sizlar bilan uy bozor O'sh komandasi bo'lib, O'sh oblasti bo'yicha uyingizni sotmoqchi yoki olmoqchi bo'lsangiz ham, bemalol bizga aloqaga chiqsangiz bo'laveradi.